gravimi shashlik yegani 10 minut ichida tayyor bo'lishim kerak. Kech qolib ketyapman. Makiyaj qilib g'iybatlashamiz. Kecha katta qaynonam katta opasi bilan gaplashgan ekan. Katta opasi o'zini kelini haqida rosa g'iybat qilgan ekan. Meni kelinim ishlamaydi, uyda yotadi. O'g'lim hamma kreditlarni va boshqa qarzlarni o'zi to'laydi bechara. Xotini yordam bermaydi. Uyda o'tiradi, ishlamaydi, ishlashga quvvat yetmas ekan deb rosa g'iybat qilibdi. Keyin seni kelining qanaqa deb so'ragan ekan qaynonamdan. Keyin katta qaynonam aytibdi, meni kelinim o'zini ovqatini o'zi topib yeydi debdi. Bu gapdan men xursand bo'lishim kerakmi yo xafa bo'lishim kerakmi tushunmay qoldim. O'zini ovqatini o'zi topib yeydi debdilar. Atak ichimda o'yladim, shaytonim o'yladimmi yo farishtam o'yladimmi bilmadim. Ha, aytib qo'ying, meni kelinim meni kreditlarimgacha yopib beradi deb aytib qo'ying, hachapni maqtab qo'ying, ha? Yo'q. Meni kelinim o'zini ovqatini topib o'zi yeydi. Mayli-ta. Mayli, bir tomondan yaxshi gap u. O'zini eplab yuribdi deydigan gap bir tomondan mayli, yaxshi-ku. Atak ozgina yana maqtab qo'ying, ha? Menga ilhom bering, yanada ko'proq qarzlaringizni to'lab beraman, ha? Shunga даже Koreyada ham karis kelinlar, uyda o'tiradigan kelinlar juda ham ko'p, ishlamaydigan kelinlar. Atak shuncha sharoit turibdi Koreyada, shuncha ishlar turibdi, yo'q ishlamaydi. Uyda o'tiradigan kelinlar ham juda ham ko'p ekan. Atak rostdan ham bu uyga kelganimdan beri qaynonamdan yordam olmaslikka harakat qilganman. Nafaqat pul, balki boshqa narsalar ham. Qaynonamni o'zlari xohlab, o'zlari ovqat qilib beradi, o'zlari xohlab kiyimlarimni yuvib beradi, o'zlari qilishadi. Men qaynonamga hech qachon buni qiling, uni qilib bering yoki buncha pul bering deb hech qachon aytmaganman qaynonamga. O'ylaymanki, foydam tegsa tekkan, zararim tegmagan deb o'ylayman. Xullas qolgan gapni yana borib kelib aytib beraman. Значит, победа. За честность и верность. Доверия нет. Клянусь, что Бог один, как я один. Люди не поймут меня. Uydan chiqqanimcha juda qo'shig'im keladi.